Ushbu futbolchilar Real Madridda o'ynash uchun Barselonani rad etishgan. Mana sizga top 5 ta futbolchilar ro'yxati. 5-o'rinda Luka Modric. Modric Tottenhamdan ketishdan oldin 2012-yil Barselona uni jamoasiga olishga qiziqish bildirgan. Modric esa ularni rad etdi va Real Madridni tanladi. Shundan so'ng u ko'plab jahon chempionatlarida yutdi va hatto 2018-yil oltin to'p sohibi bo'ldi. 4-o'rinda David Beckham. 2003-yil Barselona Beckhamni Manchester Uniteddan qabul qilishiga juda yaqin qolgan edi. Lekin Florentino Perez Madrid prezidentligini yutgandan so'ng Beckham Real Madridni tanladi. 3-o'rinda Ronaldo Nazario. Ronaldo 1996-yillari Barselonada o'ynagan va o'sha paytda u juda yaxshi o'ynar edi. Yillar o'tgach u 2002-yilda Ispaniyadan qaytishda unga juda ko'p takliflar bor edi. Lekin u Real Madridni tanladi. 2-o'rinda Zayniddin Zidan. 2001-yili Madridga qo'shilishdan oldin Barselona unga dunyo rekordini yangilaydigan summani taklif qiladi. Ammo u Real Madridni tanlaydi. 1-o'rinda Luis Figo. Futbol tarixidagi eng mashhur xoin. Figo allaqachon Barselona yulduzi edi, lekin 2000-yilda Figo Real Madridga o'tib, barchani hayron qoldiradi. Endi sizga savol: nega ko'pchilik futbolchilar Barsadan ko'ra Realni afzal ko'rishadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va BV Sport Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying.